I love my space, I love my work, and I love my routine. Shogird shuncha qiynalib chizgan strelkani ustiga boplab pudra surib qo'ydilar. No, mayli, osmon uzilib yerga tushmaydi deb davom etdilar. Ustoz gapiga kirish kerak, shogird deb qo'shib qo'ydim shu joyiga. Haligacha ko'z oxirigacha ham kiprini olib borsa xuddoligi. Bu go'zallik o'rganilib bo'lgandan so'ng baribir o'chirib tashlashim kerak, chunki oyimma o'ylashlaricha 120 kilolik qizlari go'zalligidan o'g'irlanib ketishi mumkin ekan. O'shaning uchun makiyajni o'chirib, yengilgina bo'lib ketaman va uyimga ravona bo'laman.